Men Nozimani Nozim deb chaqiraman. Oppog'ay deb atayman. Oppoqligini qarang. Jonim deyman, salim deyman. So'sim deyman. O'g'il bola u so'sim deyman. Nima deb chaqirasiz? Janimka deyman. Yaxshi ko'rgan narsalaringizga qanaqangi laqab qo'yasiz? Yaxshi ko'rgan narsalarimga narsami yoki odammi? Birinchi narsani. Ularga nom qo'ymayman, sразу aytaman. Odam ismiga qarab laqab qo'yaveraman. Masalan, eng yaqin o'rtog'ingizni. Sabrina, Sobir. Men Nozimani Nozim deb chaqiraman. Buni Oybek deb chaqiramiz, o'zi hazillashib shunaqa o'g'il bolalar qo'yib rasm ko'rmaganmisizlar hech yaxshi ko'rgan? qo'yganman. Nima? Ko'p narsalarimga Ponchik deb laqab qo'yaman, chunki Ponchik yoqadi menga. Keyin ustoz o'zi bitta gaplari bor-da, olapes deydi. Shunaqa men ko'p narsalarga yoki kimdirlarni sal dodurroq bo'lib narsa nimadir ish qilsa, men olapes deb chaqiraman-da, hazillashib. Rahmat. Shunaqa. Sizda-chi? Men yaxshi ko'rgan hamma o'yinchoq, misol hammasiga kuchu deb nom qo'yamiz. Ayucha bo'ladimi hamma narsaga? Shunda yaxshi Kuchu deb. ko'rgan o'rtoqlaringiz jahlingiz chiqarsa, kuchu deb so'kasizmi? Ha, albatta, mana bittasi. Mana yaxshi ko'rganimga buni charos deb atayman. Ko'zini qarang. Bunisini oppog'ay deb atayman. Oppoqligini qarang. Masalan, ko'p lekin hozir kelmayapti shu Nima xayolimga. deb chaqirasiz? Odamlarni jonim deyman, salim deyman. Narsalaringizni. Ularni nomlamaganmisiz? Ularni yo'q. Yaxshi ko'rgan insonlarimga, masalan, xo'jayinimga begim deb, yaxshi ko'rgan gulim deyman. Yaxshi ko'rgan insonimni gulim deb chaqiraman. Narsalarga hech nomlab ko'rganmisiz? Yaxshi ko'rgan narsalaringiz. Yaxshi ko'rgan narsalarimni Laqab qo'yib ko'rganmisiz? Bolalaringizga masalan mana shundaymi? qoravayim deyman. Qoravayim deyman. Sizcha bola? Men qizlarimni gullolalarim deyman. Nevaralarimni bittasini so'sim deyman. O'g'il bola u so'sim deyman. Vaqt xush bo'ladi. O'g'illarimni bittasini so'rayman deyman, bittasini qo'zichog'im deyman. O'rtoqlaringizga qanaqa laqab qo'yasiz? Nima deb chaqirasiz? Janimka deyman. Janim deysiz. Sizchi? Bo'lsa loyiq topgan bo'lsa so'radikda. O'shani anaqa xarakteriga qarab Aha, masalan, gulim, asalim, примерно. Men ismlarni bo'lib chaqirsa yaxshi ko'rmayman. Shuning uchun ismlarni to'liq aytishga harakat qilaman. to'g'ri, laqab qo'ymaysiz. Yo'q. Rahmat.